Assalamu alaikum to'rdoshlar. Hozir shu Intel saynaymizda shu kompyuterninki ma'lum yerga saqlangan rasmni bevosita yo'llab qo'yib, boshqalar ko'rolmaydigan shunday ahvollar bor ekan. Shunga men oddiy bo'lsa-mu bu darslikni tuzib chiqdim. Meniki so'zlamoqchi bo'lganim mana shu saynaga yo'llangan bu detal. Bu detaldan foydalanib rasm yo'llaganda nihoyatda o'ng'ayla rasm yo'llash maqsadiga yetalayotganmiz. Buningdan Mao shu kompyuterning ichida bor rasmni echish, Mao bo'lsa shu kompyuterning ekranidan xohlagan joyni suratga ilib yo'llash degandek shunday narsa ekan. Biz buningdan ekranni suratga ilib ko'rib boqaylik. Mana shuni shunday suratga olgandan keyin mana bu yerdan buningki tahrirlash tizimliklari chiqadi. Bu yerdan biz xohlagan bir tahrirlashni yapib olgandan keyin buni biroqla tur bo'shliqqa yo'llab boqaylik. Mana bu yerdan mana Shangjian Tupian degan bassak biz bevosita turga yo'llash yapib boralaymiz. Ama rasmni turga yo'llab bo'lgandan keyin bu yerda avtomatik holda shu rasmninki turbat adresini bizga ta'minlab berdi. Mana bu shu rasmninki turbat adresi biz bu yerdan yechib ko'rib boqaylik. Rasm chiqibdimi yo'q. Bu detal o'zi kichik oddiyda ko'ringan bilan amaliyotda bu detalninki ishiltish bak qulaylik yaxshi detal ekan. Mana bu yerdan undan keyin xosligini echib shu detalninki adres rasmninki adresini ko'chirib olamiz. Rasmning adresini ko'chirib olgandan keyin biz buni saynaga xohlagan o'ringa kirib rasmni saynaga yo'llasak bo'laverdi. Masalan, bu yerga rasmni yo'llab boqaylik. Biz bu yerga inkas ulamda yoki tema ulamda mazmunni yozib, hemen bu yerdan mana surat qistirish deganni besib, undan keyin bu yerga rasmninki manbasi degan yerga biz choplashni yapib boramiz. Undan keyin jazmlash yapib olsak, mana rasm bu yerga chiqdi. Rasm chiqqandan keyin cho'ng kichiklikni tangishib olgandan keyin bu yerdan ko'rish degan besib rasm yo'llagan rasm chiqibdimi yo'q ko'rib boqib, undan keyin bu yerdan inkas olsa inkasni bo'lmasa tema olsa tema yo'llashni besib yo'llasak bo'ladi. Darsimni yoqtirib olganlarga rahmat, xayr xo'sh.